Assalomu alaykum. Bizga Uzum marketdan akamiz monitor olib kelgan. Auto firmasidan. Buni o'zini kompleksidan, o'zini qismlari va ustitilga, fleshga tushadigan joylariga stikerlari o'zini va monitorimiz o'zi kompleksiga kelgan ramkalari chiroyli o'rnatib beramiz. Videoni davomida qo'yib. Xo'p, akalar. Monitorda akkuratni qilib o'rnatib oldik. Va ishlashlari. Bularni ham joyiga birga bir tushirib qo'yib berganmiz akaga. Bular ham joyida ishlaydi. Monitorimiz ishlashlari. Monitorimiz 4.64 lik. Ovoz baland bo'lishlari. Bunga shuni emaslarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Chiroyli o'rnatib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yoqqan bo'lsa bitta like qo'ying.